Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun sizlar bilan asosiy o'tadigan mavzumiz bu present perfect continuous, ya'ni hozirgi tugallangan davomli zamon haqida gaplashamiz. O'tgan safar sizlar bilan perfect haqida gaplashgandik. Present perfect, past perfect, future perfect. Bugun perfect continuous haqida gaplashamiz, ya'ni hozirgi tugallangan davomli zamon. Bu bitta qoida bo'yicha ishlatiladi. O'tgan zamonda boshlanib to hozirgacha davom etib kelayotgan shakllar uchun. Nima degani? Misol uchun men 2 yildan beri ingliz tili o'qiyapman. Buni ham tarjimasi yapti degan tarjimani beradi. Xuddi present continuous o'xshab. Hozirgi davomli zamon hozir boshlangan, hozir sodir bo'lyapti. Present perfect continuous bo'lsa o'tgan zamonda boshlanib to hozirgacha davom etib kelayotgan ish harakatlar uchun ishlatiladi. Men 2 yildan beri ingliz tili o'qiyapman. Men 10 yildan beri yoki bir Samarqand viloyatida yashab kelyapman. Yoki men 20 yildan beri mana shu kvartirada yashayapman. Yoki 3 soatdan beri men video dars olyapman. Yoki men 2 soatdan beri YouTube'da video ko'ryapman. Ya'ni o'tgan zamonda boshlangan, hozir davom etyapti. Yoki ertalabdan beri men uylarni yig'ishtiryapman. Yoki kechadan beri men yer ag'daryapman. Yoki 3 kundan beri men uxlamayapman. Like this. Shunaqa narsalar. Ya'ni o'tgan zamonda boshlangan, hozirgi zamongacha, hozirgacha davom etib kelayotgan ish harakatlar uchun ishlatiladi. Zo'r. Endi darak, so'roq, inkorlari haqida gaplashib chiqamiz. Boshladik. Darak shakli doimo ega birinchi keladi. Endi present perfect ning yordamchi fe'llari have va has edi. Endi o'rtaga yangi qo'shiladigan narsa bitta been bo'ladi va keyingisi continuous bo'lgani uchun fe'lga ing bo'ladi. Gap yozamiz. Yo'q, birinchi inkorni yozaylikmi? Subject inkor shakli yana o'sha have, yana o'sha has, bitta not inkor yuklamasi qo'shiladi, yana o'rtaga been va yana o'sha fe'lga ing sal uzoq ketdi. Fe'lga ing sal ko'p ketyapti, mayli. Tezroq yozyapmiz. Javob. Keyingisi so'roq shakli bo'ladigan bo'lsa, so'roq shaklida have, has, eng oldinga chiqadi subject plus o'rtaga bitta yana been continuous bo'lib turgani uchun fe'lga ing, been demaysiz, ya'ni verb ing deyiladi, fe'lga ing qo'shiladi. Endi gap yozamiz. Misol uchun I have been studying. Men o'qiyapman. I have been studying. Yoki masalan for 2 days. Men 2 kundan beri o'qiyapman. Ega keldi, have keldi, been keldi, fe'l keldi va fe'lga ing kelyapti. Yoki he has been sleeping. Uxlayapti. Yoki they have been learning. Learning ingliz, ular ingliz tilini o'rganyapti. Yoki it has been playing. U o'ynayapti. For 2 days, 2 kundan beri, yoki since Monday, dushanbadan beri, yoki for 5 hours, 5 soatdan beri. Mana bu yerga davomli ish harakatni, kalit so'zlarni ham qancha vaqtdan beri davom etayotganini yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi inkor shakliga o'tadi. Inkor shaklida bittaga not qo'shadi va mayapti degan tarjimani beradi inkor shaklida. I have not been living in Samarkand. Men Samarqandda yashamayapman. Misol uchun I have not been living in Samarkand for 5 years. 5 yildan beri Samarqandda yashamayapman. 5 yil oldin boshlangan, hozirgacha davom etib kelyapti. Siqmay qolgani uchun yozmadi. Yoki he has not been playing. U o'ynamayapti. Misol uchun for 2 hours. U 2 soatdan beri o'ynamayapti. Yoki they have not been nima desak bo'ladi? Sleeping deylik. Ular they haven't been sleeping. Ular uxlamayapti. Misol uchun since Monday, dushanbadan beri yoki for 5 days, 5 kundan beri. Kalit so'zini ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. So'roq shakli bo'lsa, has doimiy oldinga chiqadi. Birga so'raymiz. Have you been studying English? Siz ingliz tilini o'qiyapsizmi? For 2 years. 2 yildan beri ingliz tilini o'qiyapsizsiz. 2 yil oldin boshlagan, to hozirgacha davom etib kelyapti. Okay? Has he been sleeping for 5 hours? U 5 soatdan beri uxlayaptimi? Mana shunday. Keyingisiga o'tamiz. Have they been driving? Misol uchun for 10 days. Ular
10 kundan beri haydayaptimi? Ular 10 kundan beri mashina haydayaptimi? Eslab qoling, bunda ham asosiy kalit so'zlar since, for va buni eng asosiy bitta kalit so'zi bor, how long, ya'ni qanchadan beri. Qanchadan beri degan tarjimani beradigan how long bor. For since'larni bilasizlar, perfect zamonida ishladik. Bulardan beri asosan mana shu davomiy ish harakatlarni ishlatadi. How longga bitta gap yozib qo'yamiz. Mana bu yerdan to'liq yozaylik. Xo'p, how long, qanchadan beri have you been, how long have you been learning English? Qanchadan beri ingliz tilini o'rganyapsiz? Asosan present perfect continuousda ishlatiladi. Barcha perfect continuouslarda for, since, how longlar ishlatiladi. Mana sizdan chiqadi. Mana shuni to'liq videoni to'xtatib turib rasmga olsangiz bo'ladi. Rasmga olib, gaplar tuzib esdan chiqadi. Albatta footprint esdan chiqmaydigan qonun qoidaga aylandi. Asosan bu o'tadigan mavzumiz mana shular edi.